Assalomu alaykum barchaga. 001 restoran mashinasini olgan ekanlar. Okamizlar Alloh xayrli qilsin. Yaxshi kunlarda haydasizlar. Xo'p, bagajlarga setka qilib berganmiz. Pultlarga mana shunaqa karbonli pul chexol qilib berganmiz. Toshlarni ochishdan saqlab berish uchun prezgayiklarni ustiga qilib berganmiz. Xo'p, mana bu orqa oynalarga mana shunaqa loberlarga yopishtirib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. Xo'p, oyoq tagiga qirilib ketmasligi uchun karbon nakladka. Xo'p, bar orqasiga ham mana shunaqa karbon nakladka yopishtirib berganmiz. Orqa passajirlarga mana shunaqa bo'yin yostiqlardan qilib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. Xo'p, naketkarimizga ham bitta e'tibor berasizlar. Sifatlari juda yaxshi. Perforatsiya abdug'abagirliklar o'tadi. Xo'p, orqa passajirlarga mana shunaqa remi zaglushkalardan qilib berganmiz. Xo'p, oldi bakloylarga mana shunaqa karbon dajliklardan qilib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi, tushib qolmaydi xudo xolisa. Xo'p, monitorlarga matoviy stiklo zashita, kristal qo'yib berganmiz. Maxif podstakanniklarga silikonli solib berganmiz. Bar tagiga mana shunaqa silikon organezmni solib berganmiz va albatta kapot tagiga setkalarni qo'yib berganmiz. Salon filtri har xil hasharotlar kirishdan oldin olib beradi va albatta radiatorni himoya qilish uchun ham shunaqa setkalarni qo'yib berganmiz. Dizaynlarni ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Zikr Marketga murojaat qilasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.